Mana ko'p kuzatyapmiz, har qanday uchraydi bir bahs hodisalar. Ya'ni qayerda yonib ketadi, yong'in bo'lyapti, yoki qayerda portlash bo'lyapti. Mana kecha kuzatdingiz, Andijonda 4 kishi gazdan nobud bo'ldi. Ya'ni unaqa kanalizatsiya, oqova suv kanalizatsiyaga tushib, ahliga tushib nobud bo'ldi. Ko'rib turibmiz. Bu yerda bitta narsa borda, eshitamiz. Doim aytishadi. Texnika xavfsizligiga rioya qilmaganlik deb sabab qilishadi. Ya'ni sababini shuni topishadi. Qayerda bir portlash bo'lyapti, yong'in bo'lyapti, bir narsa bo'lsa, texnika xavfsizligiga rioya qilmaganlik degan gap bo'lyapti. Aslida texnika xavfsizligiga rioya qilish emas, texnika xavfsizligini bilmaslikdan kelib chiqyapti. Ya'ni biz nafaqat o'zimiz sog'lig'imiz uchun, yaqin atrofdagilarimiz uchun, yaqinlarimiz uchun o'zimiz bilishimiz kerak. Ya'ni texnika xavfsizligini bilishimiz kerak. Nima uchun tokda, gazda, ozgina bo'lsa ham fizikaga qiziqishimiz kerak. Nima uchun biz kattalarimiz, ya'ni olimlarimiz aytadiki, fizika o'qing, matematika o'qing deyshadi. Nima uchun? Bu yerda ozgina o'zimiz uchun kerak, umrimiz uzoq bo'lishi uchun albatta xavfsizlikni bilishimiz kerak. Kecha nima ro'y berdi Andijonda? Yaqinda nima ro'y berdi? Bir kishi tushgan kanalizatsiyaga, ya'ni oqova suv kanalizatsiyasiga tushgan va u yerda yana bir kishi tushgan, bir 4 kishi nobud bo'ldi shu yerda. 4 kishi nobud bo'ldi. Bu yosh odamlar emas, yosh katta odamlar, ya'ni yosh odamlar ham bor ichida. Bu yerda yana aytaman, texnika xavfsizligiga rioya qilmaslik emas, texnika xavfsizligini bilmaslik. Albatta, hozir 21-asr ijtimoiy tarmoqda o'zimiz uchun o'rganishimiz kerak bo'ladi. O'zi kecha nima ro'y berdi? Men sizlarga hozir oddiyroq tushuntiraman. O'zi nima ro'y berdi? Umuman tabiat, umuman borliq, butun borliq bilasiz, gazdan iborat. Mana siz bilan men nafas olayotgan, siz bilan men olayotgan nafasimiz ham, kislorodimiz ham bu gaz hisoblanadi. Ya'ni gaz turi, kislorod ham gaz turi hisoblanadi. Gaz turini bilasiz, ko'p juda ham gaz turlarini. Va har qanday gaz turi bo'lishidan qat'iy nazar xavfli, o'zini me'yori bor, xavfli. Mana kecha nima ro'y berdi? Mana kecha o'sha kanalizatsiyaga tushgan paytda, mana uyimizda qishloqlarga borsangiz, yerto'yit qilishadi, yerto'yitdan foydalanishadi. Ya'ni u yerda yillar davomida gaz yig'iladi, chiqib ketgan joyi yo'q, gaz yig'iladi. Qizig'i shundaki, bu gazlar kislorod gazidan og'irroq bo'lganligi uchun to'planadi, past to'planadi. Deylik, kecha ro'y bergan narsa ammoniak gazi ko'prog'i, keyin vodorod sulfat gazi u ham bo'lgan, karbonat angidrid gazi. Karbonat angidridni bilasiz. Siz bilan men kislorod yutib, biz karbonat angidrid chiqaramiz. Ayniqsa yotgan paytimizda, uxlagan paytimizda karbonat angidrid chiqaramiz. Karbonat angidridning xavfli tomoni bu havodan kisloroddan og'ir bo'lgani uchun pastga yig'iladi karbonat angidrid. Va xavfli tomoni, karbonat angidrid xavfli tomoni bu zaharli emas, aslida kulgili, zaharli emas, lekin xavfli tomoni nimada? Karbonat angidrid xavfli tomoni kislorod haydab chiqaradi. O'zi bor joyda, karbonat angidrid bor joyda kisloroddan og'ir bo'lganligi uchun kislorodni siqib chiqaradi. Va siz nafas olgan paytingizda havo yetishmasligidan, kislorod yetishmasligidan nobud bo'lasiz. Vodorod sulfat oladigan bo'lsa, vodorod sulfat agar ozroq bo'ladigan bo'lsa, aynigan tuxumda hidini beradi. Agar ko'proq bo'ladigan bo'lsa, sezgi organini yo'qotadi, falajlaydi. Ya'ni ozroq bo'ladigan bo'lsa, siz sezishingiz mumkin ozgina tuxumda hidini, aynigan tuxumda. Lekin ko'proq bo'ladigan bo'lsa, bu to'g'ridan to'g'ri insonning miyasini falash qiladi. Sezgi organini o'ldiradi. Ammoniak, deylik o'sha ammoniak gazi. Bu havo massasidan ozgina yengilroq, lekin usti berk bo'ladigan bo'lsa, bu ham to'planadi. Falaj kecha aytishyapti, 10 minut, 5 minut ana qilishdi, chaqirishdi deyapti, ya'ni yordamga chaqirishdi deyapti. Bu yerda yordamga ham chaqira olmay ham qolasiz. Siz o'zingizni qutqara olmay qolasiz. Miyani falajlaydi deyapman. Nafaqat jism, tanangiz o'zingizga bo'ysunmaydi. Beixtiyor yotasiz. Juda ham tez nobud bo'lasiz. Shunday ekan, buni bilishimiz kerak. Gazni xususiyatlarini bilishimiz kerak. Mana yaqinda ko'rdingiz, Farg'onada gaz to'planib, ko'chalarda portladi. Biz bilishimiz kerak bo'ladi. Shunday ekan, bu mavzuda gapiraman desam juda ham gap ko'p. Mavzu uzoq cho'zilishi mumkin. Bu yerda nimaga urg'u beryapman? O'rganing. O'zimiz uchun, yaqinlarimiz uchun bu narsani ozgina bo'lsa ham fizikani o'rganing. Nima uchun biz fizikani doim aytamiz? Fizikani o'rganing. Gazlar turi, xavfsizlik turi yaqinlarimiz uchun o'rganishimiz kerak bo'ladi. Bu videoyim agar ozgina bo'lsa ham foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like va podpiska bosing. O'zingizni ehtiyot qiling, yaqinlarni asrang. Rahmat.